Assalomu alaykum mana aziz, qadrli obunachilarim. Bugun sizlar bilan o'g'il oylaringizni aniqlaymiz. Qani 2026-yilda Xudo xolasa yaxshi o'g'il oyi kelayotgan bo'lsa harakat qilmoqchiman. Xudo xolasa 27-yilga o'g'ilchalik bo'lmoqchiman deb turgan ayollar bormi? Opa-singillarim, yaqinroq keling va videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga eringiz yoshi bo'yicha bugun o'g'il oylik chiqarishi osongina bittada o'rgatib qo'yaman. Ozginagina vaqtingiz ketadi. Shunchaki videoga like bosib, yaxshi o'zingizning niyatlaringizni yozib, kanalimga obuna bo'lib keting. Sababi men ko'p foydali bo'lgan mana shunday qiziq usullarni doimiy sizlarga berib kelaman. O'zingiz kuzatib borib, o'g'il oylarni qiziqishga bilib olishingiz mumkin. Demak, bizga kerak bo'ladi erkak yoshi. Eng muhim joylardan bittasi erkak yoshi. Ayol yoshi bo'yicha ham chiqariladigani bor, erkak yoshi bo'yicha ham. Bu yoqda qarang, siz o'zingizni eringizni tug'ilgan yili, kuni va oyini olasiz. Biz yoshini chiqarib olamiz. Chunki yoshda ozgina hisob-kitobda chalkashlik bor, shuning uchun diqqatroq bo'lsangiz oson bo'ladi. Misol uchun men olaman erkakni tug'ilgan yillarini olishimiz kerak. Tasavvur qilaylik, erkak 3-mart kuni 1986-yilda tug'ilganlar. Endi men misol uchun oldim-da, bu ota deb yozib qo'yamiz. Ota deb yozamiz mana. Bularni 2026-yilda chiqarganimiz uchun 2026-yildagi hozir o'g'il oyini, birinchi yoshlarini va keyin o'g'il oylarni chiqarishni o'rgataman. Siz ham yozib oling, eringizda tug'ilgan kuni, oyi va yillari kerak bo'ladi. Qaranglar, 3-4 nafar qizi borlar bor, 10 ta qiz homiladorlikdan keyin 11-siga o'g'il tuqqanlar bor, 7 ta 8 ta qizdan keyin menda juda ham ko'p bunaqa holatdagi mijozlarim uchragan. 10 yildan beri ishlab kelaman. Buni boshlashdan oldin chin dildan, niyat bilan, ixlos bilan mana shu 3-4 nafar ko'p qizlardan keyin o'g'il natijasiga yaqin o'rtada chiqqan mijozlarim natijalariga bitta havas bilan, niyat bilan qarab qo'yinglar. Ilohim, hammaga mana shunday chiroyli yangiliklar bilan yozish, chiroyli xabarlar eshitish nasib qilsin. Mana bu mijozim yozyaptilar. Assalomu alaykum, qaranglar mana. Yuqorida mendan taqvim olib kelganlar-da bu mijozim mana. Hamma yozishmada turibdi. 2027 iyunda 24, adashimman. 2024 iyundan boshlab mana yozishib kelganmiz hisob-kitoblar, hammasi, ma'lumotlar, taqvimlar qo'shimcha sifatida berilgan mana. Ishlaganlarimiz hammasi turibdi-da, oxirida yozyaptilar. Assalomu alaykum, o'zim o'g'ilchalik bo'ldim. Endi kelinimizga taqvim olmoqchi edim. Bolam rosa yig'loq, shunga yoza olmadim deb yozyaptilar. Mana shiringina bizani polvonchamiz, rahmat opa sizga, ilohim aytganingiz kelsin, katta rahmat ish faoliyatingizga deyaptilar. Yana bitta mijozim, bularni 3 ta qizlari bor edi. Yozyaptilar. Assalomu alaykum opagina. Mana 100% o'tsiflar-da. Men ko'pchilik so'raydi, rostdanmi, iloji bormi? Ko'pchilik nikologlar buni inkor qiladi, bunaqa metodikalarni. Men mana turmush o'rtog'im ham vrach, qaranglar. Avvalo Alloh sababini qilib ko'rish kerak. Sababi eko ham garantiya bera olmaydi. Lekin ixlos bilan sababi qilingan joyda natija agar Alloh beraman, hech gapmas. Siz shunchaki sababini qiling. Mana qildik, yozyaptilar. Assalomu alaykum opagina. O'ziga borgandim 13 hafta 3 kunlik bo'libmiz. Bolajonim holati juda yaxshi ekan, opajon tabriklang, Allohning mukofoti va siz sabab bolajonimni o'g'ilcha dedi deb yozyaptilar. 3 ta qizim bor, 4-farzandga harakat eding inshaalloh. Mana qaranglar, yana bitta mijozim. Bularda men mana shu shirintoy, kichkintoy 3-qizaloqlarni aniqlab berganman. Bitta qiz homila aborti ham bo'lgan. Umumiy hisobda 5-homiladorlik bo'lgan bu. Menga mana bu yerda yozuvdilar-da. O'zi qiz dedi deb yozyaptilar mana. O'zi qiz dedi, opa, men sizdan o'g'ilga taqvim oluvdim deb yozyaptilar. Qizcha dedi, nima deb o'ylaysiz? Bu muddatda to'g'ri bo'lishi mumkin. O'zi adashadimi degan odamlar qani yaqinroq kelinglar. Mana bu joyda Alloh beraman, hech gapmas. 11 haftalik o'ziga borgandim, qizcha degandi, bugun yana bordim, nasib bo'lsa o'g'ilcha dedi deyaptilar. Yana bordilar, oradan vaqt o'tib yana yozyaptilar. 2 ta o'ziga tushdim, hammasi o'g'il dedi. Qaranglar, 3 ta qiz va mana 16 haftalikda ham, 18 haftalikda ham yozibdilar. Yaqinda o'g'il dedi, ko'rsatib ham berdi. Rosa xursandman, baraka toping, Alloh baraka bersin deyaptilar. 3 ta qiz, bitta qiz homila aborti. Umumiy hisobda 4 ta qizdan keyin 5-homila o'g'il bor, xudo xolasa. Bunaqa natijalar sizga ko'rsataman desam juda ko'p. Mana 3 ta qizlari bor, 4-siga plan oluvdik deb qo'shnilariga plan olib berganlar bu mijozim. Bunaqa mijozlarim ham uchraydi. Mana bu mijozim ham reja qildirgandim, skriningga tushdim. O'g'il dedi, opa rahmat, aytganingiz kelsin deyaptilar. Mana tepada to'la yozishmalarda qizlar hisob-kitoblar. Shuning uchun avvalo Alloh shunchaki ixlos qilib sababini qilish kerak. Niyat qilgan bo'lsanglar, endi hisob-kitobimizga o'tamiz. Men sizlarga hozir bitta zo'r, qiziqarli bo'lgan, erkak yoshiga qarab chiqaradigan yaxshi bitta kalendarni tushuntirib o'taman. Kalendarlar juda ko'p. 80 ga yaqin shu paytgacha ko'rgan bo'lsam, xil-xili bor. Demak, birinchi bo'lib erkakni yoshini chiqarib olamiz. Demak, 1986-yil, 2026-yildagi yosh kerak bizga. Avgust oyidan boshlab hisob-kitob olamiz. Tug'ilgan kunlari o'tib bo'lgan. Demak, bu erkak 2026-yilda 40 yoshni to'ldirib, 41 yoshga o'tish arafasida. Demak, martda tug'ilgan kunlari bo'lgan bo'lsa, avgustdan boshlab hisob-kitob qiladigan bo'lsak, mart, aprel, may, iyun, iyul, avgust. 41 yoshga o'tadi deb olamiz bularni. Bu metodika uchun. Endi o'zingiz eringiz yiliga qarab-da, mana shu oilaga yaqin bo'ladigan bo'lsa, yilni boshlang'ich 6 oygacha shunchaki mana shu yoshiga ozgina 1 yosh qo'shilganda 1 yosh oshadi, 41 yosh bo'ladi. Kimlardadir yilni ikkinchi yarmiga tushgan paytda nabrot yoshi o'zida qoladi, yoshi ko'tarilmaydi. O'shani inobatga olinglar. Demak, 41 yosh deb olamiz. Bu yoqda bu kalendarda erkak yoshi bo'yicha olinadi, erkak yoshi hisob bo'yicha 50 yoshgacha bo'lgan erkaklarga mavjud. Ba'zi kalendarlar bor 32 yoshgacha beradi, 35 yoshgacha. Hamma metodikani o'zini yoshi bor. Har bitta kalendari o'zining yoshi bor. Demak, 41 yosh deb oldik. Avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabrni ko'ramiz hozir. Mana 41 yosh. Erkak 41 yosh, qaranglar, ruchkada ko'rsatib yurib ketyapman. Tepada oylar berilgan. Demak, 8-oydan boshlab ko'ramiz bo'ladi. 8-oy 41 yoshda qiz bola, sentyabr oyi o'g'il bola va dekabr oyi o'g'il bola. 2 ta oy o'g'il kelyapti. Sentyabr va dekabr. Belgilab olamiz. Mana sentyabr
va dekabr oylari o'g'ilga kelyapti bu metodika bo'yicha. Orasida o'chirib tashlaymiz. Oktyabr chiqib ketdi, noyabr chiqib ketdi, avgust chiqib ketdi. 2 oy qoldi. Ko'ryapsizmi mana ikkitagina imkoniyat. Agar ayolning yoshini ham qo'shib hisob-kitob qilsam, yo bittasi qoladi yoki ikkalasi ham chiqib ketadi. Keyingi yilni ham ko'rishimiz kerak-da. O'shaning uchun agar siz boyaginaqa chiroyli natijalarni niyat qilgan bo'lsangiz va men Telegramda qanaqa ishlayman, menda Telegramda siz borib 5 ta mutaxassisga tuzdiradigan taqvimingizni jamlab qo'yganman. 5 talik deb yozilgan, 5 bosqichli metodika bu. Ozgina yozuvlar chalkash bo'lyapti. 5 talik metodika asosida men taqvim tuzaman. Menga nima kerak? Otani tug'ilgan yili, kuni, oyi, onani tug'ilgan kuni, yili va oyi kerak bo'ladi. Oxirgi hayz agarda tug'ruqlari bo'lib yoki homiladorlar ham taqvim olishi mumkin. Agar oxirgi hayz bo'lsa kerak, bo'lmasa kerak emas. Farzandlar soni kerak, tug'ilgan yillari kerak, farzandlarning yillari va shu bilan birgalikda abort tushish holati bormi, yo'qmi, mana shu kerak. Mana shunaqa ma'lumotlar hammasini yig'ib, hammasini jamlab 5 bosqichli metodikada chiqaraman. O'shanda sizning oylaringiz elakdan o'tib chiqadi. Shuning uchun agar foydalanmoqchi bo'lsangiz, mana bu usullardan foydalaning. Qiziqishga men oddiy usullarni beryapman. Bu mendagi shaxsiy metodika 5 bosqichli. Agar murakkab usulda taqvim tuzdirmoqchiman, bilmoqchiman mana deydigan bo'lsangiz, Telegram orqali meni o'zimga, shaxsan o'zim profilimga yozib bog'lanishingiz mumkin, tanishib chiqishingiz mumkin. Ilohim nima bo'lganda ham Allohim har bir sababini qilayotgan, kutayotgan aziz opa-singillarimga ilohim kutganlaridan bersin. Muhammadlarga onajon bo'lish har bitta aziz kuzatuvchilarimga nasib qilsin deb qolaman. Kelasi videolarda yana ham bundan da qiziqroq bo'lgan metodikalarni ayol yoshi bo'yicha hisob-kitob qilishlarini berib boraman. Buning uchun videoga like bosib, shunchaki kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ko'rishguncha.